Ishoning, yangi yiloldi aksiya bo'lib ketdi menimcha. W214 kuzov E350 longa, kraskasi top-toza, qop-qora 1500 probeg, absolutno yangidek bo'lib turibdi. Mana longa uzun bo'ladi yaxshigina. Mana qo'shimcha portushkasi bor, uzun bo'ladi. Qo'shimcha 9 da ham yursangiz bo'ladi. Gibrid bo'ladi. Mana mashina absolutno yangidek bo'lib turibdi. 1,5 ming yurgan. Mana detallarini, ratsvetkalariga bitta ahamiyat bering. Salafallarigacha turibdi. Voydod, bu yil 2026da yeshkada oqib yurib boshlar ekansiz deb yurmaysiz. Akustika sistema, paroklari takoy yonadiganlik, Hyperscreen 3-monitorlargacha bor, Face ID, polni panorama sensorli rullar. 350, 300 emas, 200 ham emas, 350 isi ot kuch ko'p bo'ladi. Srochniga 85.200 ga atigi bosib yorsangiz bo'ladi. 2024 1500 probeg yangidek mashina.